Zinoni halollab olishlik uchun nikoh o'qitib olishlik qanchalik to'g'ri? Juda ko'p beriladi mana shu savol. Aka, zino bo'lib qolmasin, gunoh bo'lib qolmasin, nikoh o'qitib olyapmiz, bo'laveradimi deydi. Endi men bilmayman bu narsani. Domla emasman, domlalikka da'voyim ham yo'q, lekin farosatli inson sifatida bu kallani ozgina ishlatadigan bo'lsak, faqat niyat shu, yotib olish bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, nikoh menimcha sizlarga foyda qilmaydi. Shunaqa insonlar. Nima uchun? Endi nikoh o'qitilgandan keyin erlik qilish kerak, xotin xotinlik qilish kerak. To'g'rimi? Vazifalari bor ularda. Endi maqsad faqat shu, anu narsa bo'ladigan bo'lsa, bir haftada bir marta, bir oyda bir marta bu oqlamaydi, nikoh ularni oqlab qo'ymaydi, pokiza qilib qo'ymaydi. Niyat faqat shu bir-biriga yetib olishlik bo'ladigan bo'lsa, nikohdan foydalanishlik qanchalik to'g'ri? Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Agar ko'pchilik bizni fikrimizga qo'shiladigan bo'lsa, demak bu to'g'ri. Agar yo'q, nikoh bo'lsa, ular gunohkor bo'lmaydi, garchi er xotin bo'lmasa. Zinoni halol